Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo mana shu muborak Ramazon kechalarida o'qiyotgan tarovehlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Mana shu Ramazonga qancha odam taqdir qilmagan ekan umri yetib kelmadi. Siz bilan bizga Alloh taolo nasib qildi. Mana o'tirib tasbih aytyapmiz, tahlil aytyapmiz, Qur'on tilovat qilib turibmiz. Bu Ramazon shunday bir g'animat kunlar, bir musulmon odam uchun mavsum. Ana hozir endi to'g'risini aytish kerak-da. Masalan, 1-chi, 2-chi, 3-chi Ramazon kunlarida masjidlarda odam nihoyatda ko'p bo'ladi-da, keyin o'sha Ramazonda bir sharofati bilan shijoati bilan qo'ni-qo'shnilari yurib bilan chiqib qolgan odamlar sekin-sekin elanib, oxirida haqiqiy bir Allohdan savob umid qilganlar qoladi. Odamga alam qiladigan joyi o'sha yerga kelib ketganlar nima qilyapti deng. Agar bir tijorati majbur qilgan bo'lsa, kasbikori shuni bir taqozo qilayotgan bo'lsa, mayli. Uyga chiqib yotadi. Kecha o'zimizni masjidga chiqib ketaysam, bilyardxonada odamlar to'ldir bilyard o'ynayapti. O'ylamaylik. Bu masjidlarga biz o'zimiz yurib kelganimiz yo'q. Alloh taolo siz bilan bizni shu yerga yurgizib keldi. Alloh taolo ana shu o'zi rozi bo'ladigan masjidlarni, ilm xonalarini, darsxonalarni obod qilishlikka odamlarni ixtiyor qiladi. Ana shu masjidni obod qiladigan qadamlar ham kerak va ana shu aytilayotgan joylarni ham gurkiratadigan qadamlar kerak. Siz bilan bizni o'sha tomonga burib qo'yishga ham Alloh qodir edi. Lekin shukr qilaylik, Alloh o'zi rozi bo'lgan yo'lga siz bilan bizni burdi. Xo'p. Mana ana shu men aytgan joyda shu ishlarni qilib yurgan odamlar haqida nimaga shular Ramazon kelganda ham bir uyalmas ekan, nimaga ko'p-ko'pimizda ovqat yeb yurar ekan, uyalmaydimi degan o'zimizga qo'ygan talabni qo'yamiz. Ha? O'zimizga qo'ygan talabni qo'yamiz. Ro'zani hurmatini qilib qo'yish kerak-ku deymiz-ku. Lekin bu ularda qalbi nimalar bilan ovora ekanligini bilmaymiz. Yaxshilab bilib qo'yaylik. 10 yil tosh ko'tarishlik bilan shug'ullangan odam umuman toshga yaqin kelmagan odamga o'zi osonlik bilan ko'taradigan 50 kilo yukni berib ko'tar desa, ko'tara olmasa, qani odamsan, ko'tarmaysanmi bu? Qanaqa bu desa, nohaq bo'ladi. Sen 10 yildan beri ko'taryapsan. Bu umuman kelgan emas. Buni bileklari, buni quvvati, buni poylari pishgan emas. Deysizda undan xafa bo'lish mumkin emasligini tushuntirasiz. Xuddi shunga o'xshagandek, qalb Allohning ibodati bilan, Allohning zikri bilan chaqlanib, shug'ullanib, quvvatlanmagan bo'lsa, Ramazonda akalar siz bilan biz qilgan ishni qila olmaydi. Bugun qalb kasalligi haqida gaplashamiz, Alloh qodir qilganicha. Bismillahirrohmanirrohim. Kunlarda birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekanlar. Bu Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. Rasululloh aytdilar: "Yadkhulu alaykumul ana rajulun min ahli al-janna." Sahobalar payg'ambarimiz bilan o'tirishdi bu halqada. Qani qanday bir baxtli odamlar. Rasululloh bilan tizzalariga tegib, payg'ambarimizni sollallohu alayhi vasallamni ko'rib, ovozlarini eshitib o'tirishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Hozir sizlarning oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi." Jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi. Sahobalar qarab turishuvdi. Hozir tahorat olgan, soqollaridan suvlari hali oqishi to'xtamagan, qo'liga oyoq kiyimini ushlab bir ansorilardan bittasi kirib keldi. Hamma tikilib qarab qoldi. Ya unaqa bir mashhur sahoba ham emas, u asharay mubashshara ham emas. Ertasi kuni sahobalar o'tirganda payg'ambarimiz shu gapini qaytardilar. Yadkhulu alaykumul ana rajulun min ahli al-janna. Oldinglarga hozir jannat ahllaridan bo'lgan bir kishi kiradi dedi. Yana tikilib turish kim kirar dedi. Kecha kishi kirib keldi yana. Subhanalloh. Nima oshiqcha amali bor ekan. Aytyapmiz bu Xolid ibn Valid emas, Sayfullohil Maslul. Yoki Zubayr ibn al-Avvom emas, Havori Rasul. Ya Abu Bakr Siddiq, Umar Faruq emas, oddiy bir inson. Hali ismi ham aytilmayapti hali bu hadisda. 3-kuni payg'ambarimiz yana shu gapini aytdilar. Yadkhulu alaykumul an rajulun min ahli al-janna. Hozir oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi. Subhanalloh. 3-kuni ham shu kishi kirib keldi. Abdulloh
ibn Amr ibn al-Os roziyallohu anhu, 5 ta Abdullohning bittasi. 14 ga kirmagan edi yoshi. Qaranglar ukalar, 14 ga kirmagan bola nimaga bu kishi jannati ekan, qanaqa bir oshiqcha amali bor ekan deb shu kishini jannati deyilishligini sababini qidirib uyiga kechki payt bordi. Hali kishiga aytdiki, "Ey amaki" dedi, "Otam bilan ozgina kelishmoqchilik bo'lib qoldi. 1-2 kun siz kelib turib tursam" dedi. Hali kishi rozi bo'ldi. Abdulloh ibn Amr ibn al-Os qoldi. Xufton namozini o'qidi, Allohni zikr qildi, yotdi, uxladi. Deyarli uyida bir oshiqcha amali yo'q ekan. Kechqurun uxlamasdan ibodat qilarmikin, bir xos duo o'qirmikin, nima ish qilib chiqar ekan dedi, hech narsa yo'q. 3 kun hech narsani ko'rmadi-da, oxiri aytdiki, "Amaki" dedi, "O'zi uyingizga kelishimdan maqsad" dedi, payg'ambarimiz boyagi so'zi bo'ldi. 3 kun hozir oldinglarga jannatiy bir kishi kiradi dedi, siz keldingiz. Nima oshiqcha amalingiz bor sizda? Mana hozir diqqat qiling. Bu odam pulga bog'liq emas bu ishi. Bu odamni hozir aytadigan gapi ja ilmga ham bog'liq emas. Nasl nasabga ham bog'liq emas. O bir jihod maydonida bir qahramonlikka ham bog'liq emas. Hammamiz quvvatimiz, hammamiz qo'limizdan keladigan sifatda aytdi. Sizni ko'rganingizdan oshiqcha amalim yo'q dedi. Amr ibn al-Osning o'g'li chiqib ketyapti, bo'pti shu kan dedi. To'xtang dedi. Bolam to'xtang dedi. Faqat dedi, kechqurun har kun yotib uxlashimdan avval meni qalbimda dedi, hech qaysi bir musulmonga nisbatan gina kudurat hasad bo'lmaydi dedi. Qalbim toza dedi. Mana shu amalingiz bo'lsa kerak deb chiqib ketdi. Mana aytinglarchi, pulga bog'liqmi mana shunday sifatga ega bo'lishlik? Kimni bolasi bo'lishlikka bog'liqmi? Hech narsaga bog'liq emas. Insonning o'zini qalbi Alloh bilan qanchalik aloqada yoki aloqada emasligiga bog'liq. Hammamizning qo'limizdan keladi. Agar biz ham insof bilan o'zimizdan so'rasak, men ham birorta bir odamga gina kuduratim bormi qalbimda yo'qmi deb so'rayda. Bugun uyga borganda shuni so'rab ko'ringlar. Uyda o'tirib ahillar bilan bo'lganda, yolg'iz bo'linganda aytinglar. Bizni ham qalbimiz shunaqami yo shunaqa emasmi? Yo'q, bor. Albatta qaysidir qo'shningizdan norozisiz. Uni yomon ko'rishlikka arziydigan ish yo'q o'rtada. Bir marta teskari qarab qo'ydi sizga, bir marta bitta qo'li bilan ko'rishib qo'ydi, bir marta xo'mrayib qo'ydi, bo'ldi. Shu bilan umrining oxirigacha uyingizda yomonlaysiz, bolalaringiz bu odam yomon ekan degan narsa bilan katta bo'ladi. O'zi yomon odam emas u. Demak, qalbni mana shu gina kudurat, hasad, qalb kasalliklaridan omon bo'lishligi insonni, bir sahobani jannatiy ekanligiga dalil bo'lyapti. Ramazon shunday oyki, mana shu gina kuduratlardan tozalana oladigan. Hasad degan kasal bor, riyo degan kasal bor, gina degan kasal, bularchi bari insonni o'zini yemirib tugatadigan kasal. Hasadgo'ydi, hasadi faqat o'ziga zarar. Xuddi olov o'tinni yeb tugatgandek, hasadgo'yning hasadi uni savoblarni yeb tugatadi. Yana nariga hasad qilinayotgan odamga zarracha ziyon yo'q. Faqat kimga musibat? Faqat o'ziga. Qalb musoffoligi. Bu shunday bir amalki, insonlarda juda ko'pi bu narsaga parvo qilishmaydi. Qalb nima o'zi? Qalb inson jasadining podshohi. Inson mamlakat bo'lsa, jasadi shu mamlakatning podshohi bu qalb. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Albatta insonning jasadida bir parcha go'sht bor. Agar shu bir parcha go'sht tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Oshna buna qilib riboga oladigan bo'lsang, boradigan astronomga aniq. Faqat necha astronomga? 3 astronomga ham o'tiradi, lekin aniq o'shaga borishligingda siz unamaydi. Chunki qalb kasal. Insonning qalbi tuzalmas ekan, hech qachon oyoq qo'li tuzalmaydi. Shuning uchun kimni ko'rsak, gunoh ma'siyatlardan to'xtamasdan bemalol qilayotgan bo'lsa, bilingki diagnoz aniq. Nima ekan bu? Qalbi kasal ekan. Insonni jasadi og'riydi. Buni sezadi. Qonim og'rib qoldi uyim deydi, jindak.
Kecha onani orqasidan monani yeb qo'ydim, ichim o'tibdi. Jasadi og'risa sezadi. Oyog'iga zirva kirib kelsa sezadi. Tishi og'risa sezadi. Sezadi-da yugurib borib shu uni oldini olishga harakat qiladi. Misol ichim o'tib bir yo'l uchun qurib o'lib qolmaydi-da, doktorga yuguradi, dorini qiladi, xulos jasadini olib qolishlikka, jasadini, kasalini ketkizishlikka yuguradi, chunki sezadi-da buni. Sezadi. Yana jasad qancha yashaydi? 100 yil yashar, 50 yil yashar, lekin bari o'ladi bir kuni. Qalbda kasalini ham odamlar sezamikin? Insonning qalbi ham birodarlar shamollaydi. Issiq o'tib ketadi qalbiga. Qalbini ichi o'tib ketadi. Bu kasallarda aqli bor. Hasad, kibr, riyo, gina. Mana shu kasallarda odamlar sezamikin? Bitta nimasi ko'rinishi. Bir savobli ish qildingiz, hech kim rahmat demayapti-da. Masalan, xolos solib qo'ydingiz masjidga. Bilishyapti sizni qilganingizni. Hech kim rahmat uka, umringdan baraka top demayapti-da. Shunga xafa bo'lyapsizmi? Demak, qalbingiz kasal. Qalbingiz kasal. Shuning uchun insonning qalbi tuzalmas ekan, hech qachon uni a'zolari, tashqi a'zolari isloh bo'lmaydi. Insonning qalbi tirik shu dunyoda yurar ekan, 3 xil holatda bo'ladi. Yo sog'lom qalb, yo o'lgan qalb, yo kasal qalb. Tirik qalb qanday bo'ladi? Sog'lom qalb. Sog'lom qalb egasi faqat Alloh bilan ovora bo'ladi. Unga odamlar rahmat deydimi, demaydimi, maqtashadimi, maqtashmaydimi, to'riga chiqaradimi, chiqarmaydimi, ikki qo'llab ko'rishadimi, ko'rishmaydimi, farqi yo'q. Insonning qalbi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, birodarlar, bu odamlarning muomalasi boshqa narsaga parvo qilmaydi. Endi sog'lom qalb egasiga nima bor? Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. U qiyomat kunida deydi Alloh. Na moli dunyo, na bola chaqa asqatadi. Hech narsa asqatmaydi u kunda. Vaholanki hayotimiz mana shu narsalar orqasidan o'tib ketyapti. Yo chaqa qilib olyapmiz, yo bolani o'ylayapmiz. U kunda faqat pokiza qalb, sog'lom qalb egasini mana shu sog'lom qalb asqatadi. Demak, qalbda kasallardan tozalab borsak, mana shu qalb siz bilan bizni jannatga kirishimizga sabab bo'ladi. Ikkinchisi o'lik qalb. O'lik qalb. Bu shunday qalbki, oq bilan qorani farqiga bormaydi. Savob gunohni tanimaydi. Nimani xohlasa shaytoni nafsi shuni qilaveradi. Mana katta demaydi, mana Ramazon oyi demaydi, mana masjidda oldi demaydi, mana harom narsani sotmay demaydi. Bu o'lgan qalb. Unaqa odam haqiga duo qilish kerak. Alloh qalbini bir isloh qilgin. Alloh insof bergin deyish kerak. Agar sog'lom qalb bo'lsa-chi, birodarlar, ikki og'iz nasihat qilganda inson ko'rmayotgan narsasini ko'rsatib qo'ysa, mana bu qoptimi deb to'g'rilab oladi o'zini. Ishing nima desa, oshna yoqasi to'ntalib qolsa, ishing nima seni desa, demak xohlamayapti o'zi bu tuzatishda. Endi ko'rmay qolgan narsasini bunday bo'lib qopti to'ppiz desa, shuna bo'lib qoptimi deb to'g'rilab oldimi? Demak u pokiza qalb. Bizning ishimiz duo qilib qo'yish endi. Bizning qo'limizda hukm yo'q, borib tiyib qo'ygan. Sog'lom qalb nasihatni oladi. O'lgan qalb nasihatni olmaydi. Bu odamda haqqiga duo qilamiz xolos. Bunday odamni qalbi o'lgan odamni nafsi boshqaradi. Almo g'arb kinolarida nechего лишнего deydi. Chista biznesda diqqat otib qo'yadi sherigini. E'tibor berganmisizlar? Shaxsiy hech qanaqa adovatim yo'q deydi, lekin meni qilayotgan biznesimga sen to'sqinlik qilyapsan. Shu biznesim seni o'ldirishni talab qilyapti. Lishni deydi, adovatim yo'q deydi. Yaxshi odamsan deydi. Lekin biznes deydi. Nechего лишнего chista biznes jumlata otib qo'yadi. Chunki nafsi biznesi. Shu odamni yo'q qilishni talab qilsa, yo'q qilaveradi. Yaxshiligini biladi bu odamda. Lekin biznesning ro'parasida turib qoldi. Endi siz biznesingizga shariat chek qo'ygan bo'lsa, bu harom degan bo'lsa, siz qilayotgan kasbingiz mumkin emas deyotgan bo'lsa, tiyila olmayapsizmi? Qalbingiz kasal. Uchinchi qalb nima edi?
Kasal qalb. Bu qalb bu shunaqa qalbki bir savob ish qiladi. Yaxshilar bilan bo'lib qolsa, qalbi yumshaydida chiqib turib masjidda xizmatini qilib qoladi. Hali qo'shnisiga bir yordam berib qo'yadi, 5-6 so'm bir ehson qilib qo'yadi. Yaxshi odamlar bilan yaxshi majlisda bo'lsa, yaxshilik ham qilib qo'yaveradi. Endi bunaqalar bilan bo'lsa, bunaqa ish ham qilib qo'yaveradi. Buni tuzatsa bo'lar ekan. Demak, tirik ekan, o'lmabdi hali bu. Buni tuzatsa bo'ladi. Endi bu odamning tuzalishi nima bilan bo'ladi? Namoz bilan bo'ladi. Innas solata tanhanil fahsha'i val munkar. Namoz fahsh munkardan qaytaradi. Ilm majlisi bilan bo'ladi. Yaxshi odamlarga hamsuhbat bo'lishligi bilan bo'ladi. Yaxshilar bilan yursa tuzalib ketadi shu odam. Shuning uchun farzandlarimizni otalar, akalar kimlar bilan muomala qilib yurganiga qaraylik. Al-mar'u ala dini xalilihi degan Rasululloh. Kishi o'zining do'stini dinida bo'ladi degan. Insonning qalbi sog'lom bo'lishi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Mana hammamizda o'zimizga yarasha plus minusimiz bor. Xayriyatimiz ham albatta ko'p, lekin nuqson kamchiligimiz ham yetarli. Har bitta odam o'zini qalbini o'zi isloh qilmasa, tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi. Sigaretni tashlaysizlar chekayotganlar. Sigaretni o'zingizlar tashlaysizlar, tashqaridan birov kelib tashlatib qo'ymaydi. Ertaga demang, ertaga qiynashi boraveradi. Undan tashqari 30 kun Ramazonda kunduzi halol bo'lgan narsadan o'zini tiyishga yuragini quvvati bor o'g'il bola, qaytarib aytaman, 30 kun halol narsadan, harom emas, o'zini tiyishga nafsida, qalbida quvvat topgan o'g'il bola harom narsani erta qachon tashlashga quvvat topish kerak. Demak, o'zi xolamayapti ekan. O'zi xolamayapti ekan. Chunki men tasholmayman degan odam ro'za ham tuta olmasligi kerak. Enamizni qonidan tushganimizda birinchi og'zimizga tushgan narsa onamizni suti bo'lgan. 2 yil emdik, keyin shat chiqarish vardi. O'lib qolmadik. O'rgandik. Endi u tashash bilan bu tashashning farqi, narigi tashashda bizda ixtiyor yo'q edi. Majbur qilishni o'rgandik. Endi o'zimiz ixtiyorimizda o'zimiz qiynagimiz kelmayapti. Qalb sog'lom bo'lishi uchun birinchi zikrda bo'lish kerak. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar dedi Alloh. Allohning zikri bilan orom olmaydimi deyapti. Agar boshqacharoq qilib aytsak, seni qalbing banda faqat Allohning zikri bo'lganda orom oladi. Pul bilan orom olmaydi. Mansab bilan, hurmat bilan orom olmaydi. Insonning qalbi sog'lom bo'lishi uchun doim zikrda bo'lishligi kerak. Insonning qalbini sog'lom bo'lishining bitta alomati gunoh qilib qo'yib turib pushaymonligi bu. Bekar qildim shuni deydi. Jahl ustida so'kivordi, jahl ustida onasiga otasiga baqirvordi, bir munkar ish qilib qo'ydi-da, keyin afsus chekadi bu odam. Bizda bormi shu sifat? Agar bo'lsa bu qalb sog'lomligining bitta belgisi. Payg'ambarimiz aytadilar, Ibn Mas'uddan Imom Termiziyning sahihlarida mo'min banda qilib qo'ygan gunohini xuddi ustiga tushib ketish mumkin bo'lgan tog'dek ko'rib qo'rqib turadi. Bekar qildim shuni, bir betimni teshib chiqmasa-da shuchi. Bekar qildimda shu ishda, bir betimni teshib chiqmasa qo'rqib turadi. Endi munofiqat hamchi. Gunohni qilib qo'yib turib nima bo'libdi? Nima bo'libdi? Mana, yashayapman shuncha yildan beri shu ishni qilib turib. Hech narsa olmayaptimi? Nima deysan deydi. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, seni qilayotgan gunohingni to'xtatmaganingga qarab, rizqing ravon kelib, ishlaring tekis bo'lib turgan bo'lsa, hadisning mazmuni. Qilayotgan gunohingni to'xtatmaganingga qaramasdan, rizqing, tijorating ravon ketayotgan bo'lsa, bilginki bu istidroj deydi. Istidroj degan rosa ko'tarib turib yerga chopish degani. Mana hech narsa olmayapti mana agar shuncha baqirishyapsan shu do'q, hech narsa olmayapti. Qo'rqing. Alloh ko'taryapti ekan, tashlab yuboradi pastga. Qalbi pokiz inson ibodatda lazzat topadi. Akalar, mana tarovihda turibsizlar. Rohat topyapsizlarmi? Rohat topyapsizlarmi? Bilasizlarmi qanaqa rohat bu? Qur'onda bitta harfini o'qisa qancha savob bor edi? 10 ta. Endi Ramazonda qilingan bitta amal 70 taga o'tadi. Nechta ekan? 700 bitta harfiga. Adashmasam qul huvallohu ahad degan 11 ta harf bor. Ko'paytiringlar 11 da 700 ga. Bu qul huvallohu ahadning o'zida. Qorilar Qur'on o'qiyapti, nech minglagan harfda. Mashina o'ylab turib, sizni oxiringizga qanaqa sobit ekanini o'ylasa,
maza qilib turing, tugatmasin, qor bo'yiga 2 pora o'qisin. Chunki ertaga o'lib qolsangiz, mana shu savobdan mahrum bo'lib qolasiz. Haqiqiy qalbi pokiza inson Allohning so'zini eshitganda rohat topadi. Ibodatdan malollanmaydi. Inson Qur'on tilovatida turar ekan, rohat topadi agar qalbi toza bo'lsa. Endi tushunganimizda qani edi birodarlar? Hozir mana sizlar ko'pchiligimiz arab tilini bilmaymiz, eshitib faqat o'sha ohangiga, tovushiga maza qilyapmiz. Endi agar buni mazmunini tushunib turib eshitsangiz, birodar, uni til bilan tasvirlab berib bo'lmaydi. Shuning uchun bolalarimizni ilmga beraylik, Qur'on yodlasin, arab tilini o'rgansin, dinni bir yaxshi o'rgansin. Usmon roziyallohu anhu aytadi: Allohga qasam, agar qalblarimiz pokiza bo'lganida Robbimizning kalomini eshitib charchamas edik. Qalbimiz toza bo'lganida Allohning kalomini eshitib turib, biz hargiz malollanmagan bo'lardik. Qalbni kasalligiga alomatlardan bittasi, boya aytdik, inson gunoh qilib turib o'kinmaydi bunga. Gunoh qilib uyalmaydi. Bu qalbni kasalligiga belgi. Ummatimning mujohirlaridan tashqari hammasi avf qilinadi. Mujohir degani gunohni ochiq qiladiganlar. Payg'ambarimiz aytibdi, meni ummatim hammasini gunohi kechiriladi. Faqat gunohni qilib turib oshkor qiladiganlar. U banda deydi payg'ambarimiz, gunoh qiladi, Robbisi yashirib qo'yadi, bildirmaydi hech kimga, lekin ertalab chiqib olib kecha bunday qildi. Robbisi yashirib qo'ydi uni. Voy, yomon qildi, mana qay ichib o'tirdik. Keyin bunday bo'ldi, menday qildim, bunday bo'lib ketdi deydi. Alloh bekitib qo'ydi, birovga bildirmadi uni. Hayo qilishni o'rniga o'zi oshkor etyapti. Mana shu qilgan gunohini qilib turib, uyalmaydigan mujohirlarni Alloh gunohini kechirmaydi. Bu insonning qalbining kasalligini belgisi. Shuning uchun kishi Yahyo ibn Muoz aytgandek, qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Kimga osiy bo'layotganingga qara. Shunaliga katta gunoh, kichkina gunoh dema, kimga osiy bo'layotganingga qara deydi. Hamda qalbni kasalligini bitta belgisi, ilohiy dorini zahar bilan teng ko'radi bunaqa odamlar. Qo'y deydi. Qo'y, shu masalani. Qorakani aytib qo'ydim, bugun bizga ziyofat kelsa, bekor qilsan. Qo'yim deydi, gaplashib o'tiraylik, qo'y. Zikr, tilovat, istig'for, qiyomul layl, salovat, duo, ilm majlisi qalbni isloh qiladigan, qalbni tiriltiradigan amallardan. Alloh taolo hammamizni qalbimizni tirik qilsin. Mana shu Ramazon kechalarida qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Hamda keyingi Ramazonga sog' omon yetkazgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.